Assalomu alaykum, hurmatli yurist kadr kuzatuvchilari. Men Saidali Muxtor Aliyevman. Qisqartirish bo'yicha bir muhim xabar yetkazib qo'yishim kerak. Ma'lumot desam to'g'ri bo'ladi. Bir xabarlaringiz bor. 2025-yil 4-oktyabr kungi PF 178 sonli farmonga asosan davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan davlat kompaniyalaridagi boshqaruv xodimlarining sonini 10% miqdorini qisqartirish bo'yicha topshiriq berilgan davlat rahbari tomonidan. Endi bunga doir ishlar yo'lga qo'yilgan, ko'pchilik ogohlantirish xatlarini berishni boshladi, ishlarni tashkillashtirib, jarayonlarni boshlab yuborgan juda ko'pchilik ish beruvchilar. Endi kechagi xabar, ya'ni 2025-yil 19-noyabrdagi davlat rahbarining yana bir muhim hujjati qabul qilindi. Bu F59-sonli farmoyish. Mana shu farmoyishda ham xuddi o'shanga o'xshash, ya'ni xuddi shunday topshiriq ketdi. Ya'ni o'sha davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida, MCHlarda hamda davlat korxonalaridagi o'sha boshqaruv xodimlari sonini 10% gacha bo'lgan miqdorda nima qilish? Qisqartirish. Mana shunday topshiriq ketdi. Hozir ozgina tushunmovchilik va chalkashlik bo'lyapti deb o'ylayapman. Juda ko'pchilik mana shunday kompaniyalarning rahbarlari hamda mas'ullari endi 178 sonli farmondagi qisqartirishni alohida, F59 sonli farmoyishdagi qisqartirishni alohida, ya'ni 10+10 20% qisqartirish deb tushunyaptilar. Shaxsan men unday emas deb o'ylayman. Ya'ni davlat rahbarining 178 sonli PF 178 sonli farmoyishi bilan o'sha belgilangan boshqaruv xodimlari sonini 10% gacha 10% ni qisqartirish haqidagi topshiriqni ijrosini ta'minlash bo'yicha, ya'ni aynan shu qismini ijrosini ta'minlash bo'yicha F59 sonli farmonda yana nima qo'shimcha topshiriq berildi. Ya'ni F59 sonli farmoyishda o'sha tegishli mutasaddi idoralarga 2 oylik muddatda mana shu jarayonni oxiriga yetish, ya'ni davlat ulushi 50% undan ortiq bo'lgan davlat kompaniyalaridagi boshqaruv xodimlari sonini 10% gacha qisqartirish bilan bog'liq bo'lgan o'sha PF 178 sonli farmondagi topshiriqni oxiriga yetish haqida, ya'ni oxiriga yetkazib qo'yish haqida masala qo'yildi. Aytmoqchimanki, bu yerda 10+10 20% qisqartirish emas, o'sha 10% gacha bo'lgan qisqartirishni o'zi haqida gap ketyapti. Shu narsani e'tiboringizga yetkazib qo'ymoqchi edim. Bu albatta mening fikrim. Bu fikrimga o'ylaymanki, mutasaddi idoralar, ya'ni mana shu farmonni ijrosini ta'minlaydigan va shu farmon va farmoyish loyihalarini tayyorlagan mutasaddi idoralar qo'shiladi. Menimcha, ikkala qisqartirishni alohida emas, bitta deb qabul qilish kerak. Ya'ni 10% gacha bo'lgan qisqartirish boshqaruv xodimlari miqyosida. Rahmat.